Bir adam acılıkka barat ekan aksaqalchi. Fazail Haj degan kitobda yozganda o'qiysiz. Acılıkka barib anan labbayk Allohumma labbayk desa unkeladi ekan. La labbayk. Sen labbayking qabul bo'lgan yo'q deydi ekan. Anan janida bir yosh bola bor ekan. Anan tegi yosh bola o'qib qoldi boya undich. Aksaqal, mana undi o'g'atasizmi debdir. O'g'atam bolam. Sizning labbaykingiz qabul bo'lmadi deb aytadi qo'l unda desa, "Ova bolam, men bu undi 70 yildan beri o'qib kelatam" deydi. Men bu undi 70 yildan beri o'qib kelataman. 70 yildan beri shu qattayman shu Allohning uyini. Labbayk deyim, maga ungelet, la labbayk. Sen labbayk qabul bo'lgan yo'q dedi. Anan yosh bola aytgan ekan, "Oqsoqol, agar sizga la labbayk, sen labbayk qabul bo'lgan yo'q deb aytilib жатса, siz qayerga nima uchun bu joyga kelasiz?" deganda, Oqsoqol aytgan ekan, "Balam, boshqa bora turgan yerim yo'q. Labbayking qabul bo'ldi desalar o'sha yerga kelem. Labbayking qabul bo'ldi desalar, mening boshqa bora turgan, bosh qalqalay turgan, so'rana turgan, jalına turgan, jalbara turgan yerim yo'q." degan ekan, o'sha zamat unkeldi deydi. Senin bu labbaykingda qabul bo'ldi, ortdagi 70 yillik labbaykingda qabul bo'ldi. Keyde Allah Teala insanı sınaydı. Keyde insanda Allah Teala sınaydı.